Lola jahon bozorining ro'parasida joylashgan noturar binoyimizdan birinchi hamda ikkinchi qavati ijaraga berilar ekan. Hozir men sizga to'liq ma'lumotlarni berib o'taman. Ushbu joyimiz mezbon oshxonasining yonida, oldida alohida parkovkalari ham bor, avtomashinalarni qo'ysa bo'laveradi, hamda birinchi qavatni o'zini ham chiroyli qilib naves qilib yopib qo'yishgan ekan. Panorama eshiklar o'rnatib qo'yilgan. Joyimiz avvalgi ijarachisi bo'lgan, hozirda bo'shatish jarayonida bo'sha bo'ldi hisobda hisoblaysiz. Birinchi qavatimizni ko'rib turibsiz. Kattagina, to'liq holatda olasangiz bo'lib olishingiz ham mumkin. Endi esa ikkinchi qavatimizni ko'rsataman. Ikkinchi qavatimiz ham birinchi qavat bilan bir xil kvadraturaga ega. Har bir qavatimiz 150 metr kvadratdan, mana bu ikkinchi qavatimiz. Bu yer ofis xonalarga ajratishingiz, sklad qilib foydalanishingiz ham mumkin. Keyinlikka ahamiyat berib qo'yasiz hamda ta'mir holatlari juda ham yaxshi. Kommunal tarmoqlardan, hujjatlardan umuman muammo yo'q, uzoq yillik ham ishlashingiz mumkin. Qo'shimchasiga ushbu joyimizni birinchi qavatida yana yarim sotuq, 1 sotuq atrofida foydalanilgan ombor qilsa bo'ladigan qismi va tayyor holatdagi ofis xonasi ham bor, konteynerlarga o'rnatib qo'yishgan ekan. Ushbu joyimizni ijaraga olmoqchi bo'lsangiz, pastdagi telefon nomerini qoldiraman, bog'lanib, istalgan turdagi faoliyat uchun ijaraga olsangiz bo'laveradi.